Sizlarni kelib ziyorat qilish niyatimiz bor edi. Alloh taolo umringizga, rizqingizga, joningizga baraka bersin. Ovaqan ilmingizga manfaatli bo'lsin. Albatta ayol qizlarimizni o'qishligi bu ummatning tarbiyasi uchun, kelajakning rivoji uchun juda ham katta bir ahamiyatga ega bo'lgan ulug' ibodat maqomidagi ish hisoblanadi. Sizlarni bir foydalanishingiz uchun Toshkent shahar vakilligi jamoasi bilan Smart Doska yigitlar bilan birgalikda hadya niyat qilgandik. Qabul qilib olasizlar. Shayximiz Muftiy hazratlarini mana hozir xabaringlar bor. Inshaalloh haj safarini niyat qilib kuni kecha ulug' safarga ziyoratga uchib ketishdi 15 ming hojilar bilan. Hazratga ham salomlarni hammanglar qabul qilib olasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu hadiyalar hazratimizning nomlaridan deb qabul qilasizlar. Chunki shayximiz Muftiy hazratlari bilasizlar, juda ham ilm ahliga, ilm talab qiluvchilarga hamda ustoz murabbiylarga juda katta ahamiyat beradilar. Alloh taolo mana shu kunlarni xayrli, barakotli qilsin. Inshaalloh kelajakda bir oilaning sohibasi bo'lganinglarda doimo baxtli, saodatli hayot kechirishinglar nasib qilsin. Alloh taolo vatanimizni tinch qilgin, xalqimizni farovon qilgin. Hurmatli prezidentimizni ta'lim sohasiga va barcha mana shu dinimiz rivoji uchun qaratgan barcha sa'y harakatlarni Alloh davomli qilsin. Alloh taolo bu manzil makonlar yanada fayzli, obod bo'lsin. Ham diniy, ham dunyoviy mana shunday ilmlar egasi bo'lib, yurtimizga, jamiyatimizga ulug' insonlarni tarbiyachisi bo'lishinglarni Alloh muvaffaq qilsin.